Assalomu alaykum. Qisqa qilib tushuntiraman. Xullas maza qilib ishxonada somsa yeb turgan joyimizda karis menejerim "Men to'yim yaqinda kelasam" deb qoldi. "Davay, boraman" dedim, vizitkani jo'natadim. Oradan vaqt o'tib vizitkani tashlab ketdi. Xullas shu bilan boshlanib ketdi. O'zimga qarab sochimni tarab sekin shaxsiy avtobusimni to'yxona tomon qarab yurdim. Soat qarasam 3:20 o'tibdi. To'y allaqachon boshlanib bo'lgan. Shoshilish kerak deb turib ozgina diqqat qildim. Va nihoyat to'yxonaga yetib keldim. Manzilni bir marta tekshirib to'yxona tomon qarab kirish boshladim. Karetdagi to'ylar odatda 1 soatda bo'ladi deb shoshildim va ichkariga kirishga harakat qildim. Ichkariga kirganimda esa meni taxminan shunaqa atmosfera kutib oldi. Prosta bomba. Menimcha to'yxonaga mendan keyin boshqa mehmon kelmadi. O'zim dalda berib diqqat qilma. Bu birinchisi ham, oxirgisi ham emas dedim. Joyim topib sekin joyimga o'tirib oldim. Shu bilan fotosessiya boshlanib ketdi. Doimgidek birinchi bo'lib ota-onalar, undan keyin yaqinlar, amma, xola, tog'a, jiyan degandek o'zingizlar bilasizlar. Eng oxirida esa biz, ya'ni hamkasblar, ko'cha ulfatlari, ko'cha tanishlari bo'ladi. To bizni chaqirguncha atrof muhitda bitta tomosha qilib, mazza qilib, kayfiyat ko'tarib o'tirdim. To'yxona dekoratsiyasiga gap bo'lishi mumkin emas. Lustra, gullar, undan tashqari stoldagi har bir detalga did bilan yondashilgan. Xullas, bitta so'z bilan aytganda bundan ortig'i, bundan chiroylisi bo'lmasdi. Va nihoyat rasmga tushish uchun bizga navbat yetib keldi. Rasmga tushishdan oldin kuyov bilan tabriklab qo'ya, nastreniyangiz ko'tarildi deb sekin oldi tomonga qarab yurdim. Kuyov bolaga qaradimda 5 yil kuyov bola tabriklaymiz, addushi deb tabrikladim. Barcha to'ylar qatori bo'ladi ham gul otish marosimi bor ekan. Kelin bola gul otarkan orqada bir dona dugonasi gulni ushlab oldi, lekin fotoapparatchi har xil rakurslardan olgan hisobi 2-3 marta takrorlandi. Menga yoqqan tarafi bo'ladi faqat bitta qiz bor ekan, ya'ni oshiqcha harakat shartnosi ushlab olsa bo'ldi. Shu bilan gul otish marosimi ham tugab, love story boshlanib ketdi. Agar menga bo'lgan sevging chin bo'lsa, agar tanlaganing jonim men bo'lsam, uzaton qo'ling menga, sevgim timsolib uzuk taqayunga, bir umrga. Kel yashaylik biz birga, bizning ertagimizda, do'stu dushman ichida ikkimiz oxirgacha, eng so'nggi nafasgacha, to o'lim ajratguncha, yaxshi yomon kunimda bo'lasan u yonimda. Go'zalsan sen oqli bosda, hayajonda dugonalar havasda, ayt bu dushmi yongim. Rasmga tushib joyimizga ham o'tirib oldik. Endi esa to'y oxirgi qismi, ya'ni kelin kuyov ketadigan paytga yetib keldi. Shu bilan to'yimiz ham tugaydi.
seni uzatamiz, yo'llamay qiz. Va nihoyat to'yimiz ham tugadi. Kollektiv bilan ketish oldidan kuyov bolani topdik. Bittadan selfie tushib kuyov bolaga baxt tiladik, Hasan naq tiladik. Video yoqqan bo'lsa, like bosib bizni kuzatishda davom eting.